Qattasan sen? Men keldimman Milliy bog'gaman. Ha? Har doimgidek uchrashadigan joyimizgaman. Kelgan tezroq, sen 1 soatdan beri kutib o'tiribman. Qanaqa qilsan sen? Tomog'im bo'g'ilib ketdi san deb gapiraverib. Tushunmayman-da, boru. Qanisan sen? Tomog'larim bo'g'ilib ketdi. Ha, magazindan bitta fanta oluvdim. San deb, boru. Assalomu alaykum. Ha? Assalomu alaykum. Tinchlikmi? Men menga gap otasiz. Qizim bilan gaplashaman, maylimi? Tamam, turishingni qara. Ber suvimni, sen g'alatiromisan? Yo'q, senga emas, menga bitta shalaq qiz gap otibdi, tushunmayman. Oling qo'lingizni, yo'y. Men bilan gaplashayotganda telefoningni qo'yib gaplash, kim bo'lsan ham? Senga keyinroq telefon qo'raman. Tushunmadim. Nima deyapsiz? Menga nima shalaq qilib qolsiz? Qanaqa gaplash kerak? Ha? Qanaqa gaplash kerak? Mani suvim bu. Maylimi? Men to'lab qo'ygan joyim bor. Ha? Pulimni olib kelgandan keyin ichaman deb, voy. Bu meni suvim, sen jinniroq. Oling qo'lingizdan, shalaq qilib. Ber, men suvim. Oling qo'lingizni. Oling qo'lingizni, voy. Qanaqa bez bolasan? Menga qara. Qanaqa bez bolasan? Borib yigitlaringizga aytasiz u gaplarni. Tushundingizmi? Menga aytmang unaqa. To'g'ri gaplash. Qanaqa gaplashish kerak? Mani suvim bo'lgandan keyin ichamanmi? Men xohlagandaqa gaplasha olasanmi? Oling qo'lingizni, voy. Meni suvim. Mani suvim bu, maylimi? Ichaman de. Meni suvim bo'ladi. Magazindan olib kelyapman pulimga. Bu meni suvim, meni yonimda turadi. Tomiy joydamisiz? Mengiz bilan ushib qoldingizmi? Menga shalaq qilib o'tmaydiganmi? Qani so'ysiz sizni? Qani so'ysiz? Menda turadi. Qani? Ko'rmayapman. Qani? Qani? Ko'rmayapman. Meni suvimda bu sen. Qizlarga hayronman. Yigit yo'q bo'lsa mendan ayb. Ya tavba qildim, ya. Nima qildim men? Tavba qildim. Zo'r.